har xil multi anaqaligi bor, mevaligi bor, bananligi bor. Xohlaganingiz xarid qilsangiz bo'ladi. Halollik sertifikatiga ega bir xil kokteyllarni ichsangiz o'ta shirin bo'ladi. Bitta ichganingizdan уже qaytib ichgingiz kelmaydi. Bu unaqa emas. O'ta shirin emas, shunisi bilan juda ham yaxshi ko'raman. Mana bunday biodobavka bor. Ertalabdan qabul qilaman buni ham. Kelp dengiz o'tlari, suvotlari bilan 60 ta bo'ladi ichida. Bu ham halol sertifikatga ega 157.55. Bu nima uchun? Sizda yod tanqisligini normga keltirib berish uchun. Haqiqatda juda ham zo'r. Chunki bo'qoq deydi, zob. Menda ham bor zob. O'shaning uchun doimiy ravishda yodomarin ichib yurardim, lekin bunga almashtirganimdan beri haqiqatda effekti juda ham zo'r. Ertalab 2 ta kapsula ichib olaman.